Farruh Zokirov jamoasidan birinchi super final ishtirokchisi. Bu loyihani talablariga muvofiq. Isroil. Isroil Saydumarov birinchi super final ishtirokchisi. Sizga katta rahmat, tabriklaymiz. Marhamat, finalga yo'l bu yoqdan. Olqishlab qo'yamiz. Eng qiyin joyi Bizda esa yana bitta o'rin qoldi bu jamoada. Yana kim super finalga yo'l oladi? Farruh Karimovich. Xo'sh, Endi balkim sizlar yordam berasizlar. Men juda ham azobdaman. Chunki